Hammamizga taalluqli bo'lgan masala, kim o'limni ko'p eslasa, o'sha narsa moyil bo'ladi. Tavbaga shoshiladi inson. Kim o'limni ko'p eslasa, tavba qilishga harakat qilaveradi. Chunki o'limni eslayapti, u bilyapti qayerga ketayotganligini. Tavbaga shoshiladi. Nimadan? Nima uchun? Gunohlariga, hammasi gunoh bor. Hech kimni ma'sum deb bilmaymiz. Hammada gunoh bor. Payg'ambarlar tashqari butun insoniyatda hammada gunoh bor. Shuning uchun inson shakkoklik qilmasdan gunohlariga qarab qo'yishlik kerak. Olimlar, juda ko'p salaf ulamolar bu kechalar bilan ko'z yosh to'kib chiqqan bo'lsa, bizning holimiz qanday Alloh biladi. Tavbaga shoshilishimiz kerak va qalbida qanoat hosil bo'ladi. Shukr qiladi, hamma narsaga shukr qiladi. Chunki inson o'lishini biladi-da, bu hayotda ko'p narsaga intilmaydi. Va ibodatda faol bo'ladi. Ya'ni ibodatda bir dangal bo'ladi, shijoat bo'ladi. Namozini hakkatlik qilmaydi, solih amallar hakkatlik qilmaydi. Ya'ni Alloh rozi bo'ladigan holatda ko'proq namozlar o'qiydi, o'z vaqtida va ko'proq solih amallarni qiladi. Kim o'limni unutsa, unga 3 musibat keladi. Tavbaning keyingi surati. Tavba qilmaydi, yuraveradi. Borga qanoat qilmaydi, ko'proq bo'lsin deydi. Ibodat sust bo'ladi, ibodat qilmaydi ham. Umri shunday o'tib ketadi. Mana bu ikki toifani mana eshitdinglarda, endi mana bundan har birimiz o'zimizga ibrat olishligimiz, bu asli hayotda yashashning o'rnini bilishlikka dalolat bo'ladigan bu hikmatli so'zlardir.